Assalomu alaykum aka. Ismingiz nima va qayerdansiz? O'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz, tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Ismim Matoyev Ironshoh. 25 yoshdaman, Buxoro tumanidan. Ismim Zohirshoh, Buxoro shahrida tug'ilganman, yoshim 14 ta. Assalomu alaykum. Ismim Jasmina, yoshim 20 da, Buxoro shahridaman. Tushunarli. Assalomu alaykum. Ismim Durdona. Men Buxoro davlat pedagogika universitetining sirtqi bo'limida 4-kursda o'qiyman. Buxoro shahridanman. Tushunarli, yaxshi. Mening ismim Aziz. Men Buxoro shahridanman. Yoshim 21 yoshda. Mening ismim Muhammad Ali. Men 21 yoshdaman. Shu Buxorodaman. O'qiysizmi? Ishlaysizmi? Men o'qiyman. Medinstitutga 3-kursman. Men Buxoro shahridan, ismim Karim. 99-yilman. Shu Buxoroda yashaymiz, shu yoqdanmiz. Akademiya haqida qayerdan bilgansiz? Misol uchun Rustamov akademiyada qayerdan bilib, ko'rib kelgansiz? Akademiya haqida Instagramdan ko'rib keldim. 2 yildan beri kuzataman. Ko'p kishi tavsiya berdi shu joyni. Akademiya haqida bir tanishimning maslahati bilan kelib qoldim. Uydagilar ham qo'yishdi. Hop, Rustamov akademiya haqida Instagram profillaringizda kuzatib olganman. Bir hafta kuzatganimdan keyin kursga kelganman. Men ko'p trading sohasiga o'zi 3 yil 2,5 yildan beri qiziqaman. Keyin so'rab surishtirib, borib, Rustamov akademiyadan oldin ham boshqa akademiyalarga borib ko'rganman dars o'tishini, qanday dars berishini. Keyin bu yoqqa kelib, Instagramlaringizdan ko'rib, Rustamov Otabekni shaxsan o'zim taniyman, bilib, qanaqa ishlashlarini, bilim darajalarini bilib, shu uchun keldik, o'qidik. Bu akademiyaga mana yaqin o'rtog'im o'qib chiqqan. Hozirda rezultat qilib yuribdi. O'shanga havas qilib bu yerga kelganmiz o'qishga. Shu Instagramda ko'rib qoldim, yo'qdi keldim. Men akademiya haqida, va-первых, shu o'rtog'im o'qib chiqib ketgan. O'sha bir maslahat berdi, shu yoqqa kelishimni. Keyin Instagramdan kuzatardim, keyin Telegramdan kuzatardim, hamma joydan kuzatib kelib, gaplashib, shunaqa qilib kelganman bu yoqqa. Nimaga aynan Rustamov akademiyani tanladingiz? Nima sabab? Sabab shu, hammada shu yoqqani uchun, muhimi o'zim viloyatimda yaqin, shu sabab. Natijalar. Natijalar shunday. Tushunarli. Shu Instagramdan kuzataman, ko'p kishi tavsiya berdi, ko'ribman. Ko'p kishi privilga chiqqan, o'quvchilar ko'p. Shu uchun keldim. Rustamov akademiyani Instagram profilini kuzatgan paytimda o'quvchilar natijasini ko'rganman va real shotda hammasi realni ko'rsatilganligi uchun men Rustamov akademiyani tanlaganman. Rustamov akademiyasi har jihatdan bilimli va o'z mutaxassislariga ega deb eshitgan edim. Shuning uchun ham ustozlardan tahsil olish maqsadida keldim. Sabab shuki, sizlarni bozorga ishlash strategiyalaringiz menga yoqqanidan, yaxshi bilim berishlari, keyin bu yoqda jamoa bilan ishlashi yoqdi. Farqi yo'q, любой время kelib ofisga birga ishlab, shu afzalliklari menga yoqqani uchun kelib tahsil olishni boshladim. Hozir boya aytganimdek, meni yaqin o'rtog'im o'shanga ishonib, o'shaning natijalarini ko'rib, o'shanga havas qilib, bu yerni tanlaganman. Yaxshi bo'ldimi? Men foydaga hozirda. Bizadan oldin boshqa akademiyalarni ham ko'rgansizda. Nimaga aynan bizani tanladingiz? Kuzatganman, boshqa akademiyaga borganman, gaplashganman. Ularni nima desam, ishlaydigan strategiyalari, boshqa har xil bozorga kirib chiqishlarini menga yoqmagan, ma'qul kelmagan. Shu bois yoqtirmaganman, u yoqqa borishni. Konsekvensov shu Rustamov akademiyani tanlab, shu yoqqa kelib, qaror qilganman shu yoqqa o'qishni. Kelishdan oldin tradingdagi bilimingiz qanaqa edi, tajribangiz qanaqa edi? Bu yerga kelishdan oldin bilim hech qanaqa yo'q edi. Noldan keldim bu yoqqa. Ma'lumotingiz yo'q edi. Ma'lumot yo'q edi. Hop, kursga kelishdan oldin bilimim 0 edi, trading haqida tushuncham bo'lmagan. Shu bir hafta Instagram kuzatganimdan keyin kursga yozilganman. 0 to'g'risi kelib o'qidim. Burga natijaga chiqdim. Bu soha haqida boshlang'ich tushuncham yo'q edi. Umuman bu sohani tushunmas edim. Kelgandan so'ng anchagina bilimga ega bo'ldim. Bilimim bor edi, lekin bozorga qaysi vaqtda kirishni, qaysi vaqtda chiqishni, qaysi vaqtda nima bo'lishini bilmas edim. Shu narsalarni ustiga yana qo'shimcha o'rganish uchun Rustamov akademiyaga kelib tahsil oldim. Bu sohadan xabarim bor edi, lekin uncha ishlash nimasi yo'q edi. Texnikasi yo'q edi. Keyin qancha vaqt mobaynida xabaringiz bor? Misol uchun 1 yilmi, 2 yil? 1 yil bo'libdi-da. Shu kelishidan oldin 1 yil qiziqishingiz bo'lgan. Qiziqishim bo'lgan.
Kelishimdan oldin hech qanaqa bilimim yo'q edi, nol edim. Bu sohaga qiziqish bor edi, kirib kuzatib turardim, lekin bilim yo'q edi. Umuman yo'q, hech narsa yo'q edi. Yo'q, bilim yo'q edi, yo'q. Darsga kelishdan oldingi muammolaringiz yechildimi? Shu muammolar bilim yo'q edi, hozir o'shani to'ldirdik. Xo'p, darsdan kelishdan oldin 0 bo'lgan bo'lsam, bir oy ichida trading haqida poni biza ma'lumotga ega bo'ldik, o'sha foydaga ham chiqdik. Bir oy ichida bu yaxshi natija berdi bizga kurs. Yana o'zingiz ustida ishlaysiz. Shunaqa. Stop-loss qo'yish to'g'risi savdo qilolmadim. Psixologiya buzilgandi. Psixologiya yo'qman. Xullas tushuncha umuman yo'q edi bu sohada. Xudoga shukr, hozir vaziyat zo'r. Darsdan oldingi muammolarni hammasini Rustamovni shaxsan o'zlari bilan o'tirib suhbatlashib, muammolarga yechim topganmiz. Hozirda plyusda. Foydada. Darsdan oldin muammolarim yo'q edi. Hozir yana ham yaxshi bo'ldi. Foydada yaxshi daromad topyapmiz. Bir ikkita muammo bor edi, masalan, hozirda yechim hammasi plyusga, xudoga shukr, hammasi zo'r. Unda bitta единственный muammo bor edi, bilim yo'qligi. Shu bilimni olish uchun Rustamov akademiyani tanlab, shu yoqqa jamoa bo'lib ishlash uchun shu yoqqa tanlangan, kelingan, o'qilgan. Endi kelib o'qimoqchi bo'lganlar uchun umumiy tavsiyangiz qanaqa? Hozir misol uchun auditoriya ko'rib turgan auditoriya uchun tavsiyalaringiz bormi? Tavsiya bor, конечно, kelishsin, o'qishsin, yaxshi ekan, kelib o'qidik. Ustozlar yaxshi, zo'r bilim berishadi. Shu maslahat beramiz, kelishsin, o'qishsin. Tavsiyam juda ham ajoyib tarzda. Bu akademiya mutaxassis sifatida ham tayyorlashga qodir deb o'ylayman. Ustozlarga, bizga yaqindan bilim bergan, yordam ko'rsatgan ustozlarimizga katta rahmat aytaman. Kim agar Rustamov akademiyaga tahsil olishni xohlasa yoki niyati bo'lsa, tavsiya beraman, kelib bemalol o'zlari bilan ham shaxsan Otabek Rustamovni, jamoa bilan ham, keyin bu yoqqa tahsil beradigan ustozlar bilan ham birga o'tirib ishlash imkoniyati bor. Bemalol kelinglar darslarga. Darslar zo'r, yaxshi o'rgatadilar. Bemalol aka-uka bo'lib ishlaymiz hammamiz. Tavsiya beramiz. Tanlovda birinchidan adashmasdan birinchi o'qiydigan odam. Masalan, shu yerni tavsiya etamiz. Hamma pryulga chiqadi, foydaga chiqadi. Menga yoqqan tomoni shu ishlaydi strategiya. Ya'ni bergan bilimlari bozorda ishlab beradi. Shunday, ishlab beradi. Yaxshi. Tavsiya bera olamanki, shu akademiyaga kelib o'qishlaringizni, bilim olishlaringizni, bitta jamoa bo'lib ishlashni har tomonlama podдержка bo'ladi. Любой время, shu ertalab masalan soat 9 da ofis ochilsa, kechki soat 7-8 gacha bemalol kelib, ishlab o'qib, bilim olib, ustozlar nazoratida bo'lsangiz bo'ladi. Maslahat beraman, kelib Rustamov akademiyaga o'qishlaringizni, tahsil olishlaringizni. Rustamov akademiyaga kelganingizdan keyin jamoa haqida, akademiyani o'zi haqida shaxsiy fikringiz qanaqa? Bizda jamoadoshlarimiz bor. Jamoadoshlarimizdan minnatdorman. Ustozlarimizdan ham. Ustozlarimiz ustoz o'rnida ustoz, qolaversa ba'zi bir paytlarda shunday ishonasizmi? Do'st sifatida ham yordam bergan paytlari bo'lgan. Buning uchun katta rahmat aytaman yana bir bor. Rustamov akademiyasi haqida fikrim zo'r ekan, kollektiv zo'r, yaxshi bilim berishadi. Otabek aka, Muradiz aka zo'r ustozlar. Xo'p, Rustamov akademiya haqida fikrimni aytadigan bo'lsam, hamma aytgandek number 1, chunki Instagramda ko'rganimizda ham ko'pchilik aytganchalik ekan, bu yerdagi natijalar hammasi realniy bo'lgan. Darslar ham maksimal darajada o'rgatildi va bir oy ichida natija juda ham zo'r bo'ldi. Tahsil olishimdan oldingi shaxsiy fikrim, o'ylagan edimki, to'sha bunaqa sharoitlar yo'q. Jamoa bilan ishlab bilmaymiz. Hamma o'zi одиночный ishlaydi. Kelishingizdan oldin ham fikringiz boshqacha bo'lgan menimcha. Kelishimdan keyin boshqacha. Kelishimdan oldin boshqa qilib fikr bilan kelganman. Mana Xudo xohlasa tugatamiz. Birinchi potoklarni. Darslar zo'r, jamoa bilan вообще отлично ishlash. Ayniqsa ustozlar hammamiz ahil bir oiladay bo'lib ishlaymiz. Rustamov akademiyaning birinchi plyus tomoni, masalan, o'qib tugatganingizdan keyin ham darsni qolib, komanda bilan ishlab, foydaga chiqasiz. To masalan, pryulga chiqib, bozorni yaxshi o'rganganingizga podдержка bor. O'sha tomon menga yoqadi. Shu Rustamov akademiya номер 1 Buxoroda deb men o'z hisoblayman. O'zim mening ham shu shaxsan bilim berish darajasi вообще zo'r, oliy darajada. Поддерживать qilib biladilar. Любое время qanaqa
yetishmovchilik bo'lsa, qanaqadir muammo bo'lib qolsa, bilim to'g'risida hammasini berib biladilar vaqtiga. O'rgatib, joyiga qo'yib biladilar. Rustam akademiya nomer 1 Buxoroda. O'zingiz qaysi potokda o'qigandingiz, adashmasam? Men iyun potogida o'qib, bitirib, hozirda kelib, yana dalshi bilimimizni oshirib, malaka oshirib, yurib, maslahat so'rab, ustozlardan tajribani oshiryapmiz-da. Assalomu alaykum aka Otabek. Hozirgina siz ofisda edingiz. 6 ta 7 ta o'quvchilaringizdan savol oldim. Xuddi podkastda oldim. Ular qanaqa fikrda deb o'ylaysiz? Xo'p, endi hamma o'quvchini o'zini shaxsiy fikri bor, bilmadim. Lekin o'ylaymanki, hammasi har xil fikrda, chunki mas'uliyatli o'quvchilar bor, bez mas'uliyat o'quvchilar bor, bu trading sohasiga boshqa maqsadni ko'zlab kelgan o'quvchilar bor. Shuning uchun o'ylaymanki, hammasini fikri har xil deb o'ylayman. Chunki dars vaqtida hammasi bilan men o'zim ham savol javob qilaman, chunki ulardan har xil javob eshitganman. Kimdir bu sohani erkinlik uchun tanlagan, kimdir shu sohani tanlab o'ziga ikkinchi kasb qilib olmoqchi bo'lgan yoki kimdir asosiy sohasi qilib olmoqchi bo'lgani uchun hammani fikri har xil deb o'ylayman. Sizning fikringizcha hamma o'quvchilar bir xil bilim olamaydimi? Yo'q, chunki masalan davlat sistemasini olsak ham, maktab sistemasini olsak ham, bilim hammaga bir xil beriladi, kitobimiz ham hammaga bir xil. Ikkichilar bor, uchchilar bor, beshchilar bor, xuddi shunaqa bo'ladi. Masalan, ta'lim bu yerda hammaga bir xil sistemada beriladi. Kimdir seryozni qabul qilsa, u yerini aytib bilamanki, chunki u o'sha odamda o'sish bo'ladi. Va shunaqa o'quvchilarim bor, hozir kapitali 100 ming, 200 ming dollardan ortig'i ham bor. Shunday o'quvchilarim borki, hozirda chet elda musofirchilikda yuribdi. Bu o'ylaymanki, odam bu sohani qanday qabul qilishiga bog'liq. Chunki aytib o'tganimdek, bu sohaga hamma inson o'zgacha dunyo qarashi bilan keladi. Kimdir pul uchun keladi aytganimdek, kimdir shu sohani o'zi egallash uchun keladi. Ko'pincha bu sohani o'ziga e'tibor qaratish kerak, puliga emas. Qachonki siz o'zingizda ishlab, o'sishni boshlasangiz, shundagina pul keladi. Birdaniga pulga qiziqsangiz, o'ylaymanki, bu sohada foydali ish koeffitsiyenti 0 ga teng. Sizga yana bitta savolim bor. Uni boshqa o'quvchilarga ham berdim. Bizani hozir kuzatib turgan o'quvchilarga, endi o'qimoqchi bo'lganlarga qanaqa tavsiyangiz bor? Tradingga endi kirib kelayotganlarga yoki endi o'qimoqchi bo'lganlarga meni eng katta tavsiyam, hech qachon qarz olib, kredit olib yoki da protsentga olib, bundan olib hech qachon savdoga kirib kelmaslik kerak. Chunki bu savdo qilayotgan vaqtimiz biz bosim ustida bo'lamiz va o'zimizni kontrol qila olmaymiz va ko'pincha shunaqa holatlarda pulimiz sliv, ya'ni minus holatiga uchraydi. Hozir ko'pchilikning xatosi ham bilimni olayotgan davrda ne только bilimga, no savdoga, pulga fokus qaratadi. Shu sabab o'sish juda sekin bo'ladi. Ko'p minuslarga uchraysiz, ko'p xatolar qilasiz. Qachonki siz birinchi fokusni bilimga qaratasiz, tajribangizni oshirasiz va psixologiyangizni shakllantirganingizdan keyin sizga bu sohada pribel, ya'ni plus kela boshlaydi. Bo'lmasa, Otabek aka, siz savollarimga javob berganingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.